Xon akani hozir butun respublika taniydi-da. Taniydi. Bu sizlar uchun bir faxrlanarli bo'lsa kerak, axir. Juda kerilib yuramiz ko'chalarda, kekkayib olib. Ancha-munchaga gap bermaymiz. Ha, to'g'ri-da. Oldin bunaqa emasmi deysiz? Ha? Oldin bunaqa emasmi? Yo'q, oldin endi kolxozchi bo'ynimiz qisiq yurar edik. Endi juda taltayib ketganmiz. Albatta endi o'g'lingiz tufayli o'g'lingizdan faxrlanib yurasiz-da farzand yutuqlarida. Bir joyga qo'ygan deb yerga o'tkazmaydi, tomga o'tkazib qo'yadi. Sizda san'atkor bo'lmay qolsangiz-da, unda qaysi kasb tanlagan bo'lardingiz? Qishloqda yashagan bilan juda katta narsalarni orzu qilardi. Yigitlar, qizlar bor. Unaqa kasbni egallamoqchi bo'ladi, bunaqa kasbni, lekin sharoiti bo'lmaydi, iloji bo'lmaydi o'sha o'qishga, shaharga borishga. Endi men ham balki sharoitimga qarardim. Balki ota kasb qilarmidim, balki o'sha ham qishloqlarim qatori yana o'sha paxtazordan ajralmasdan yurarmidim. Endi buni Xudo biladi nima. O'zingiz qayerda ishlaysiz? Men shu o'zimizda Oltiariq rayonida 20-chi hunar texnika bilim yurti bor, shu yerda badiiy rahbar bo'lib ishlayman.